Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar. Hech kim aybi sudda isbotlanmagunga qadar aybdor yoki jinoyatchi deb e'lon qilinishi mumkin emas. Politsiya hayotiga bag'ishlangan xorijiy filmlarni tomosha qilmagan kishi oramizda bo'lmasa kerak. Ana shu filmlarda ko'pincha shunday lavhalarning guvohi bo'lamiz. Politsiya xodimlari jinoyat sodir etganlikda gumon qilingan shaxsni qo'lga olishi bilanoq ana shu kishiga qanday huquqlarga ega ekanligini sanab berishadi. Demak, aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra gumondor shaxsning ham o'ziga yarasha huquqlari mavjud bo'lib, bugungi ko'rsatuvimizda ana shular haqida so'z yuritmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 17-moddasida ko'rsatilishicha, sudya, prokuror, tergovchi va surishtiruvchi ishda qatnashayotgan shaxslarning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishlari shart. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas. Har qanday kishiga nisbatan sudning ayblov hukmi chiqmay turib, uning qadr-qimmati hurmat qilinishi va unga nisbatan insonlarcha munosabatda bo'linishi zarurligi mamlakatimiz konstitutsiyasida ham belgilab qo'yilgan. Shuning uchun biron bir sabab bilan militsiya uchastkalariga olib kelingan har qanday shaxs militsiya va tergov organlari xodimlarining oldidagi huquqlarini bilishi taqozo etiladi. Misol qilaylik, sizni bir militsiya xodimi biror bir jinoyatda gumonsirab ushlab olib ketdi. O'sha paytda sizning qanaqa huquqlaringiz bo'ladi? Albatta o'zimni himoya qilaman. Qanday himoya qilasiz? Tushuntiraman-da shu. Har bir shaxs o'zini himoya qilish huquqiga ega bo'lishi kerak-da. Advokat yollash kerak. Qanaqa huquqlaringizni tushuntirish kerak shu uchastkaga olib ketayotgan paytda? Misol uchun eng avvalo ular bizni bo'lib nima aytdi ushlashganligini isbotlash kerak. Misol uchun meni aybimni o'zini ko'rsatib, keyin men ashalik aybimni oqlash uchun boshqa bir advokat olaman, bir qanday bir ishlarni amalga oshirishni tushuntirish kerak albatta. Ya'ni advokat huquqingiz borligini aytish kerak. Aytish kerak, to'g'ri. Gumondor kishining huquqlari bo'ladi albatta. U militsiya xodimidan hujjatini ko'rsatishni yoki nima sababdan olib keta olishini, ketayotganligini isbotlab berishini talab qilish kerak. Militsiyalar o'sha fuqaroga tushuntirish berish kerak. O'sha huquq va majburiyatlarini tushuntirib qo'yish kerak. Ya'ni advokat olish huquqiga egasan deyish kerak. Yo'q bo'lmasa sen gapirmasliging mumkin. Agar gapirsang, o'sha gaplaring senga qarshi qo'llanilishi mumkin degan shunga o'xshagan tushuntirishlarni berish kerak albatta. Gulchora opa, faraz qilaylik, militsiya xodimlari ko'chada bir fuqaroni jamoat tartibini buzganlikda ayblab yoki jinoyat sodir etganlikda gumon qilib qo'lga olishdi. O'rnatilgan tartib qoidalariga ko'ra gumondor shaxs qanday huquqlarga ega va bu huquqlarni unga kim tushuntirishi kerak? Jinoyat protsessual kodeksimizni ochib qarash kerak. Endi juda ko'p holatlarda ahamiyat berib qarasangiz, chet el kinolarida buni ko'p ko'radi. Hozir fuqarolarimiz hammasi shu kinolarni ko'rishadi. Biron bir fuqaroni ushlagan paytda mana shu uni hamma huquqlari tergovchi tomonidanmi, o'sha prokuror tomonidanmi, sudya tomonidan, advokat tomonidan darhol tushuntirib beriladi. Uni farqi yo'q, chunki qonun hamma uchun baravar. Lekin afsuski bizda mana shu tergov xodimlari tomonidan, u prokuratura tergovchisimi yoki militsiya tergovchisimi, buni farqi yo'q. Mana shu qonun qoidalar tushuntirib berilmaydi va hattoki o'zi qonuniy ravishda olgan advokati bilan uchrashuvi ham ba'zida cheklab qo'yiladi. Yoki bo'lmasam o'sha olgan advokati bilan uchrashuvga ham ruxsat berilmaydi. Endi buni siz bir advokat sifatida aytyapsiz. To'g'ri, men advokat sifatida aytaman. Tergovchi bilan uchrashdim, orderimni berdim qo'llariga. Qonunga asosan mana shu order bilan endi men o'zimni himoyamdagi shaxs bilan uchrashishga haqliman. Lekin afsuski, mexanizm ishlab chiqilmaganligi tufayli, mana shu mexanizm ishlamasligi tufayli o'sha Toshturmani o'zi ham Ichki ishlar vazirligini qaramog'ida bo'lganligi tufayli biz o'sha Toshturmaga kirishga imkonimiz yo'q hozir. Borsak, masalan, balkim kirish imkonini topish mumkindir, lekin buning uchun qancha asab ketkazish kerak, qancha janjal qilish kerak, boshqa qilish kerak. Lekin tergovchiga men aytdim, siz menga ruxsat bering. O'sha himoyamdagi shaxsni borib ko'raman, bugun uchrashaman. Keyin ishni boshqa nimalar, tafsilotlarni o'rganamiz. Meni boshlig'im nomiga xat yozing va pochta orqali jo'nating. Undan keyin biz ko'rib chiqib o'ylab ko'ramiz. Sizga ruxsat berish bermasligini. Albatta uchrashishga haqqingiz bor, lekin buni meni xo'jayinim hal qiladi. Men hal qilmayman. Lekin
Qonunni u ham men ham yaxshi bilamiz-ku. O'sha qonunda yozilganiga qarab tergovchi protsessual o'ziga o'zi nima mustaqil shaxs. U birovdan ruxsat olish kerak emas advokatga uchrashuv berish uchun yo boshqa qilish uchun. Endi o'sha uchastkada sizni necha soatgacha, necha kungacha ushlab turishlari mumkin? Unisini bilmadim, aybim bo'lmasa hali tushunmaganman uni holatga, lekin aybim bo'lmasa 1 soat 1 soat ichida qo'yib yuborish kerak. 2-3 soat ichida aybini isbotlab, agar aybdor bo'lmasa chiqarib yuborish, tezda chiqarib yuborishga, agar aybi bo'lsa yana ushlab turishga, o'shani isbotlab ushlab turishga huquqiga ega militsiya xodimlari. Ko'p ushlash huquqiga ega emas, to'g'risi. 48 soatgacha. Bu yerda eshitishim bo'yicha 3 kungacha bo'lsa kerak. 3 kungacha ushlab tura olishi mumkin. Masalan, sizni o'sha ushlab turishgan paytda siz bu vaqtda shu ota-onalaringizga, tanish bilishlaringizga xabar berish huquqingiz bormi? Albatta bor. Shuni talab qilishingiz kerakmi yoki ular sizga shunday imkoniyat yaratib berishi kerakmi? Ular agar menga o'zim imkoniyat berishmasa, o'zlari shuni xabar qilish kerak-da. Albatta huquqiga ega. U telefon orqali yoki biror kishi orqali o'z oilasiga qayerda ekanligini yetkazib berish huquqiga albatta ega. 48 soatdan keyin menimcha mumkin bo'lsa kerak. Haqiqatan ham bizni kodeksda biroz mana shu jarimalar ancha moddalarda nazarda tutilmagan. 18 yoshga to'lgan bola shaxs to sud muhokamasiga qadar bu pulni shofyorga to'laydi. Ya'ni keltirgan moddiy zararlarni hammasini to'laydi. Shunga qaramasdan unga sudya 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini berdi. Iqtisodiy jinoyatlar uchun albatta iqtisodiy jazo, ya'ni moddiy javobgarligimizni kuchaytirish kerak. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli yoshlar va studiyamizning aziz mehmonlari. Muxlislarimizning yodida bo'lsa, ko'rsatuvimizning bundan 2 oy avvalgi sonida Toshkent davlat yuridik instituti talabalari ishtirok etishgandi. Ular bilan ayrim turdagi jinoyatlar uchun jazo tayinlash, jazolarning qay darajada maqsadiga erishayotgani, umuman ayrim turdagi jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlash o'rniga jarima to'latib ozodlikka chiqarib yuborish masalalari bo'yicha munozara yuritgan edik. Ko'rsatuvimiz efirga chiqqandan keyin siz aziz tomoshabinlarimiz tomonidan juda ko'p fikr mulohazalar bildirildi. Xususan ko'plab vatandoshlarimiz Yoshlar telekanaliga telefon qilishib, maktublar yo'llashib, ko'rsatuvimizda ko'tarilgan mavzuga o'zlarining ijobiy munosabatlarini bildirishdi. Ana shularni e'tiborga olgan holda biz bugungi ko'rsatuvimizda ozodlikdan mahrum qilish jazosini kamroq qo'llab, jarimaga o'xshagan muqobil jazolarni amaliyotda ko'proq qo'llash masalasini yana bir marta ko'tarishni lozim topdik. Va buning uchun studiyamizga huquqshunos mutaxassislarni ham taklif qildik. Endi sodir qilingan jinoyatlar uchun jazolar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ko'rsatilgan moddalar bo'yicha belgilanadi. Endi ana shu jazo turlari nimalardan iborat va qanday jazo turlari mavjud? Jinoyat kodeksimizda belgilangan jazo tizimi quyidagilardan iborat. Jarima, bo'lgan huquqdan mahrum etish jazosi, axloq tuzatish ishlari, qamoq jazosi, intizomiy qismga yuborish jazosi va ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. Endi xavfi unchalik katta bo'lmagan jinoyat sodir qilganlarning ozodlikdan mahrum qilish qay darajada ta'sirli bo'lishi mumkin? Endi bu savolni men nimaga beryapman? Chunki xalq orasida tarqalgan fikrlarga ko'ra, ozodlikdan mahrum qilingan joylarda bo'lib kelgan shaxslarni bu ruhiyati o'zgarishi mumkin. Ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlash ehtiyotkorlik bilan tayinlash to'g'risida qonunda azaldan e'tibor berib kelingan. Ya'ni ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlab, unga shartli jazo berishlar nazarda tutilgan. Kechiktirish, ijrosini kechiktirish. Hozir endi shartli jazo tayinlanadi. Keyin Oliy sudning plenumida har doim
har jazo turkumiga bazasigacha qaralganda ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlayotganda sud asoslashtirish kerak. Nima uchun shu shaxsga aynan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanyapti? Bu masalani alternativ jazo nazarda tutilgan moddalar bo'yicha sudlanayotgan paytda qarashimiz kerak. Nima uchun jarima qo'llash mumkin emas? Nima uchun axloq tuzatishlar qo'llash mumkin emas? Nima uchun shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanyapti? Sud bu o'z hukmida asoslashtirish degan masalani har plenum qarorida shu masalaga alohida e'tibor berib ketiladi. Ilgari eski kodeksda bo'yicha birinchi navbatda ozodlikdan mahrum qilish jazosi birinchi navbatda turardi. Demak, bu sudlarga qanaqadir yo'llanma edi. Birinchi navbatda sud ishni ko'rib chiqganda, avvalambor shu jazo ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llab-quvvatlash kerak edi. Hozir esa mana jazo tizimining moddasini ko'rib o'rgansanglar, birinchi navbatda jarima turibdi. Eng yengil jazo. Sud qachon ma'lum fikrim bo'yicha ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llab-quvvatlash kerak. Imkoniyati bo'lmagan holda jarimani qo'llab-quvvatlamasa, axloq tuzatish ishlari jazoni qo'llab-quvvatlamasa, xullas kalom ozodlikdan mahrum qilish jazoni yengilroq jazolarni qo'llab-quvvatlab olamasa, ilojisi bo'lmasa, faqat o'shanda ozodlikdan mahrum qilish jazoni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Bunga bizda to'g'ridan-to'g'ri shu jinoyat kodeksi ko'rsatib qo'ygan. Jarima bilan ozodlikdan mahrum qilish ikki xil juda orasida katta farq bo'lgan narsa. Buni qo'llashda men haqiqatan ham ko'p marta shu advokatlik faoliyatimda duch kelaman. Ko'p holatlarda jarima qo'llagan shaxsi hayotida katta o'zgarish yuz beradi. Chunki u biladiki, demak o'sha qilgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etilishi ham mumkin edi. Lekin unga nisbatan bir oz yumshoqroq jazo turi qo'llandi, ya'ni jarima qo'llandi. Bunda albatta uni yurish-turishi ham o'zgaradi. Endi bu har doim 100% bo'ladi degan gap emas. Chunki ba'zan shunaqa holatlar bo'ladiki, jarima bilan chiqib ketgan, demak shu jinoyat sodir etgan shaxs keyingi safar onson ekanini deb boshqa jinoyatga qo'l urish ham mumkin. Bunaqa holatlar ham bo'ladi. Lekin albatta menimcha shu jarima bilan ozodlikdan mahrum etish qaysi birini tanlash yoki boshqa jazo turlarini tanlashda albatta o'sha shaxsni o'zi qanaqa ekanligiga, shaxsiga ahamiyat berish katta ahamiyatga ega. Bu shaxs bo'lishi mumkin oilali, bu shaxs bo'lishi mumkin bir davlatga juda ko'p bir foyda keltirgan, mehnat bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam jinoyati unchalik ham hali xavfli, jamiyat uchun xavfli bo'lmagan jinoyat turi bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shularni hisobga olish albatta shart. Lekin afsuski hozir sud faoliyatimizda jarima nisbatan kamroq qo'llanadi. Ko'proq shu ozodlikdan mahrum etish chorasi qo'llanadi. Menimcha bu juda ham maqsadga muvofiq emas. Shaxslar o'zi mehnat qilishni o'rganish kerak. Bu avvalo o'sha tabiiy ehtiyoj natijasida kelib chiqadi jinoyat. Yana bir tomondan shaxslar agar o'zi uni jinoyatni oldini olish uchun o'sha o'zi shaxs mehnat qilsa, halol pul topsa, bu jinoyatdan ancha oldin olingan bo'lardi. Ko'rsatuvimiz ijodkorlari kuni kecha Toshkent tarbiya koloniyasida bo'lib, u yerda jazoni o'tayotgan yoshlar bilan suhbatlashib qaytganmiz. Hozir rejissyorimiz Abduxalil akadan iltimos qilamiz, ana shu lavhalarni bizga namoyish qilishsa. Bu koloniyada kimlar saqlanadi? Bu koloniyada voyaga yetmagan mahbuslar saqlanadi. Bizda mahbuslar 13 yoshdan 25 yoshga to'lgan, 21 yoshga to'lgan mahbuslar saqlanadi shu yerda. Bu yerda asosan qanday jinoyat qilganlar saqlanadi? Endi ko'pincha bu yerda saqlanayotgan mahbuslarning soni 169-modda bilan bu o'g'irlik bo'yicha ko'p mahbuslar qonun qilingan, sudlangan. Yoshingiz necha? 16. Jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan hukm qilingansiz? 169-chi, 2-qismi bilan. Bu qaysi jinoyat bo'ladi? Bu o'g'irlik. Necha pul o'g'irlagansiz? 246 so'm. Mana shu 246 so'mni qaytib berganmisiz egasiga? Ha. Qaytib berganman. Hozir endi necha yil ozodlikdan mahrum qilindingiz? 1 yil. 1 yilga. Endi agar tasavvur qiling, shu
bir imkon bo'lsa, shu 1 yilga ozodlikdan mahrum qilish o'rniga siz jarima to'lasangiz, shu ozodlikdan mahrum qilinmaysiz. Jarima to'lasangiz, qutulib ketishingiz mumkin deysa, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Qutulib ketganim bitta yaxshi, bitta xolamni bitta onam yetishmaydi, xolamning yosh bolani yoqqa tushishi qiyin bitta. Onasi qiyin, ota-onasi to'g'ri yurib o'qib, ota-onasining bag'rida yurishni xohlayman. Nima deb o'ylaysiz? Mana eski paytlarda qanaqa jazolar qo'llangan shu o'g'irlik qilgan odamlarga? Qo'lini chopishga. Endi hozircha sizning fikringizcha mana shunaqa o'g'irlik qilganlarga qanaqa jazolar qo'llasa bo'ladi? Shu ozodlikdan mahrum qilish o'rniga qanaqa jazolar qo'llasa bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Qo'lini chop tashlagan yaxshi. Endi bu juda ham dahshatli jazo bo'lib ketishi mumkin. Yoshingiz nechida? 17. Jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan hukm qilingansiz? 166-statya, 1-chi suruk 1. Demak, talonchilik qilgansiz? Grabaj, ayoldan chiqishga tortgan. Endi necha yilga ozodlikdan mahrum qilindingiz? 1 yil bilmasdan shu ish qildim. Yoshingiz nechida? 17. Shu jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan hukm qilingansiz? 166-modda 2-qismi bilan. Demak, talonchilik jinoyati bu. Qilgan ishingizga necha yil olasiz hozir? 1 yil 6 oy. Jarima to'lasangiz, o'sha bir miqdorda sud tomonidan belgilangan jarima to'lasangiz, shu ozodlikdan mahrum qilinmaysizda, shu qo'yvoramiz sizni deyishsa, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Shuni to'lab jarima to'lashni tanlardim. Ana mana pulim yo'q deb, mana bu ishga talonchilikka qo'l urgan ekansiz. Jarimaga pulni qayerdan topasizlar? Ishlardan peshona ter bilan topoldim pulni. Halol mehnat bilan. Nima deb o'ylaysiz? Shu birinchi marta o'g'irlik jinoyati bilan sudlangan yoshlarni shu ozodlikdan mahrum qilish o'rniga boshqa bir choralar qo'llansa, alternativ choralar. Shu taklifga qanday qaraysiz? Ularni masalan jarima solish mumkinmi? Ya'ni iloji boricha ozodlikdan mahrum qilmasdan. Boshida men aytdimki, ko'p mahbuslarning soni 169-modda bilan bizda saqlanadi deb. Shu 169-moddaning so'zi birinchi qismini. Shu modda bo'yicha, birinchi qism bo'yicha mashaqqa olib kelmasdan, o'sha yerda o'zida jarima solib yoki qanaqadir boshqa chora-tadbirlar ko'rib qilsam, menimcha imkoniyat bo'lardi. Mana balog'at yoshiga yetmagan jinoyatchilar bilan bo'lgan suhbatni birgalikda tomosha qildik. Ana shu jinoyatchilardan biri 246 so'm o'g'irlaganligi uchun 1 yilga ozodlikdan mahrum qilingan ekan. Endi Ulug'bek aka, siz sudya sifatida mana shu holatni qanday baholaysiz? Ta'bir joiz bo'lsa, mana shu yosh niholni ozodlikdan mahrum qilish shartmidi? Nahotki boshqa ta'sir choralari mavjud bo'lmagan bo'lsa? Bu masalani muhokama qilish uchun sal kengroq bir vaziyatni eslashimiz kerak. Nima sababdan jazo amaliyoti kuchayib ketdi? Masalan, mustaqillik birinchi yillarda huquqni muhofaza qiluvchi organlari o'zining ishini qayta tashkil qilishni avval bo'lgan paytda jinoyatchilik shaxsan Toshkentda juda ham ko'payib ketgan. Shunda sud amaliyotini kuchaytirishga majbur bo'lganmiz. Bugungi kunda bu muhtojlik yo'q. Hozirda masalan mehnat jamoalari qayta tiklandi. Mahalla degan narsa unutilganida hozir mahallalar boshqaruv organiga aylandi. Ya'ni jamoat tashkilotlarining yordamiga murojaat qilishimiz mumkin. Shu vaziyatdan sudlar balki yetarli darajada foydalanayotganligi bordir. Va yetmaganlarni ishini ko'rayotganda biz harakat qilamizki, bu ishlarni tajribali keng fikr yuritagan sudyalarga berishga harakat qilamiz. Chunki bu yoshlarni ishini ko'rishda boshqalarnikidan ixtiyotroq bo'lish kerak. Buni qaysi sharoitda jinoyatga qo'l urdi, uni kim qayta tarbiyalanadi? Mana hozir aytibdi, jarimani to'layman deb, voyaga yetmagan sudlanuvchi mahkum etilgan. Ota-ona pulini to'laydi. Jarima farzandini jinoyat sodir qilganiga kuygan ota-ona uni jarimasini ham to'laydi. O'sha ota-onaning imkoniyati bormi jarima to'lashga yo'qmi? Uni bo'ylab ko'rishimiz kerak.
agarda biz mana sudlanuvchilarni shaxsini o'rganib chiqqanimizda ko'pincha holatlarga uchraymiz. Viloyatdan chiqib ketganiga 5-6 yil bo'lgan. Bu yerda aniq manzili yo'q. Bu uni qayta tarbiyalash kimga topshiramiz? Bu masalani muhokama qilishimiz kerak. Masalan, ota-onasi bilan yashaydigan, adashib jinoyat sodir qilgan shaxs bo'lgan bo'lsa, uni albatta o'sha ota-onasiga tarbiyasiga berib, hokimiyat komissiyalariga nazoratga qo'yib, ichki ishlarni nazoratiga qo'yib, ozodlikdan mahrum etmasdan qayta tarbiyalash choralarini qo'llashimiz bor. Buni yana qayta aytaman, shu Oliy sud plenumida bizga majburlaydi bu holatni. Endi ko'pincha haligi men yuqorida aytgan holatda kimga qayta tarbiyalashni bermagan holda biz yana ozodlikdan mahrum etishni yoki qo'llashga majbur bo'lamiz. Masalan, ba'zi bir ishlarni zarurmikan ish qo'zg'atib sudga yuborish. Masalan, nega dastlabki tergov organlari boshlang'ich paytda o'sha shaxsni yaxshilab o'rganib, ishni bekor qilib jamoaga topshirish mumkin emas. Yoki sud ko'rish jarayonida nima uchun o'sha jamoatga murojaat qilmasa qilishi mumkin emas. Shu masalan, voyaga yetmaganlarni jamoat yordamida qayta tarbiyalashga topshirish mumkin emas. Mana shu masalalarni muhokama qilishimizni qonun talab qiladi va oddiy sud talabi ham mana shunga olib keladi. Konstitutsiyamizga ko'ra sudyalar mustaqil bo'lib, ularning ishiga hech kim aralashishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunday ekan, ijtimoiy xavfi unchalik katta bo'lmagan jinoyatlar uchun jazo tayinlashda sudyalarga endi har bir ishning mohiyatidan kelib chiqqan holda mustaqil ravishda jazo tayinlash huquqi berilib, Jinoyat kodeksimizga ham shu tegishli moddalariga ana shu haqda yozuvlar kiritilib qo'yish kerak degan taklifga qanday qaraysizlar? Bizni amaliyotimiz to'g'ri bo'lyaptimi, noto'g'ri bo'lyaptimi? Qonunda kamchilik yo'q. Bu keng sharoitlar berilgan, masalan, voyaga yetmaganlarga jazo tayinlash alohida bitta bog' ajratilgan. Undan tashqari mana ko'rsatilgan jazodan kamroq jazo tayinlash huquqi berilgan 57-moddada. 72-modda bor, shartli jazo berish. Demak, buni amaliyotchi sudya qo'llashiga bog'liq. Endi sudya nima uchun qo'llamayapti degan masalada endi mustaqilligi bor yo'q to'g'risida mana bu fikr yuritilmoqda. Bu alohida mavzu bo'lishi kerak deb o'ylayman. Advokatning fikrini eshitdik, sudyaning fikrini eshitdik. Siz nazariyachi bir huquqshunos sifatida bu haqda fikringizni hozircha to'g'ri gapirdi. Hurmatli Islom Dugonovich Karimov xabarlar bor. Oliy Majlisda bitta to'g'ri fikr yuritdilar. Mana parlament oldida vazifa qo'ydilar. Biz dedi, mana shu qonunlarimizni qabul qilgan qonunlarni, kodekslarni tanqidiy tomondan ko'rib chiqishimiz kerak dedilar. Men o'ylayman, bu juda to'g'ri. Sabab mana mustaqilligimizga ancha vaqt bo'ldi. Endi haqiqatan balkim o'sha davrda, o'sha vaqtda mustaqilligimizga erishganimizda bunaqa qonun bizga kerak edi. Sud amaliyoti ham ma'lum bo'yicha o'zini shu jarayonga bag'ishladi. Haqiqatan jinoyatchilik ko'payib boribdi, lekin mana shu o'zi vaqtida qabul qilgan qonunimiz men o'ylayman o'zini ishini bajardi. Mana hozir eslangan davlatdan o'rganib chiqaylik, ko'rsangiz jinoyatchilik eng kam bizning respublikamizda. Eng kam. Bu demak qonunni vaqtida qabul qilganimiz yutug'imiz va sud amaliyoti to'g'ri borgan yutug'i. Lekin hozir zamon o'zgardi. Ancha vaqt o'tib ketdi. Shuning uchun hozir biz muhokama qilib turibmiz, jarimani qo'llab-quvvatlash ko'proq yoki ozodlikdan mahrum qilish jazoni qo'llab-quvvatlash kerakmi? Har bitta jazoning o'zining vazifasi bor. Ozodlikdan mahrum qilish jazoning o'zining vazifasi bor. Shaxsan men fikrim bo'yicha bu jazo kimga qo'llab-quvvatlashimiz kerak? Jamiyatga, shaxsga xavfli bo'lgan jinoyatlar uchun. Masalan, odam o'ldirsa, nomusga tegsa, bosqinchilik qilsa, terrorizm qilsa va hokazo og'ir jinoyatlar uchun. Lekin qolgan jinoyatlar uchun biz hozir masalan iqtisodiyot jinoyatlari uchun, xo'jalik jinoyatlari uchun biz hozir iloji bo'lsa ko'proq jazo qo'llashda jarimani qo'llashimiz kerak. Bu ikkinchi tomoni bor hozir. Mana hozir siz ko'rsatingiz koloniyadan talabalar bolalarimizni o'sha yerda 246 so'm o'g'irlagan bola 1 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Endi qani o'ylab ko'raylik, bu davlatimizga foyda keltiradimi yoki zarar bo'ladimi? Hozir men fikrim bo'yicha taxminan o'zim sanab chiqqan edim, o'sha yerda kommunal saqlash bir kuni 1000 so'mdan oshadi. Uni ovqatlantirish kerak, uni kiyintirish kerak, ta'minlash kerak, o'qishni ta'minlash kerak. Xullas keling, hozir bironta koloniya o'zini ta'minlagan koloniya yo'q. Yo'q. Bularni ushlash uchun, saqlash uchun xarajat qattiq ketyapti. Davlatdan, byudjetdan ketyapti bu pul.
Ayni hisoblab chiqing, bir yilda 365 kun bormi? 1 ming so'mdan qancha bo'ladi pul? Demak 365 ming so'm pul bo'ladi. 365 ming so'm, 265 ming so'm o'g'irladi. Davlat unga 146 so'm o'g'irladi. Davlat unga salkam 400 ming pul sarf qiladi. Bu to'g'rimi? Bu bitta jinoyatchi. Iqtisodiy jinoyatlarga ham kelsak, mana bizni bugun ko'rsatuvimizda Samarqand viloyatidan kelgan muxlisimiz ishtirok etyapti. Samarqand ishlab chiqarish tijorat firmasiga direktor bo'lib ishlab yurardim. O'zbek Sabzavot uzum sanoat bankining Samarqand bo'limidan 500 ming so'm kredit pul olganman. Bu kredit pulni men o'z vaqtida to'laganimda 650 ming so'm qaytarishim kerak edi. Chunki 170% katta foizli edi. Men oradan ancha vaqt o'tib bo'lgani uchun bank bilan shartnomamiz bor. Shartnomada ko'rsatilgan, agar kechikib to'lansa, qo'shimcha jarimalari bilan to'lanish kerak bo'lgan. Ya'ni 0.8 dan 1% gacha banka kunida, ish kunida. Men kelib 1 million 100 ming so'm yaqin pulni to'ladim. Davlatdan hech qadam men qarzdor bo'lmadim. Ishim yaxshi yurishib ketganimda. Mana shuni jinoyat deb topishib meni 1995-yildan 97-yildan avgustdan ustimdan jinoyat ishi qo'zg'ashdi Samarqand prokuraturasi. Davlatga zarar keltirganlikda ayblab qo'ydi. Meni davlatga zarar keltirgansan deb aybladi. Siz bank bilan shartnoma asosida kredit olgansiz. Kredit olganman. Hech qanday bu yerda davlatdan qarzlarini to'liq to'laganman men. Faqat bu yerda aytayapti-ku, nima uchun davlatga kreditni kech to'lading? Shundan keyin bu ishimiz yurishib, charkashib ketib, borib meni shu 8 yil azobdan mahrum qildi. Samarqand viloyat sudi. Bunda yana qattiq rejimda O'zbekiston Respublika Oliy sudi ko'rib chiqdilar. Menga 5 yil qoldirdi. Ombor mudiriga 2,5 yil, buxgalterimga ozod qildi. Endi bu yerda hech qanday jinoyat yo'qligini, jinoyat qilmaganman deb men o'zim o'yladim albatta. Balkim bu yerda o'sha vaqtlardagi qonunlar qanday ko'taradi bilmayman, albatta bu yerda qonunni himoya qiluvchi kishilar o'tiribdi, ular bilan. Endi uncha maqtanadigan bo'lmasa ham albatta aytaman, qishlog'imdan ikkita dala shiyponi, mana bu sobiq SSR davrida qolib ketgan dala shiyponni to'liq ta'mirlab maktab qurdim, maktab qilib berdim. Hozir 25 ta o'qituvchi 250 ta o'quvchiga dars beryapti. Alachi o'quvchilar O'g'uz miqyosida olimpiadalarda g'olib chiqyapti. Keyin mana shu qishlog'imizda nogaron qiynalib qolgan oila, pensionerlarga har oyiga 2-3 kilodan go'sht mahsuloti yetkazib berib turdim. Ularning hammasini duosini olib yurdim. Mana shu oqibatda kelib mana shu kunlar boshimga tushdi. Hozir kunda men salomatligimni tiklayapman, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Ishlarimni yurgizyapman. 497 sutka o'tirib chiqdim. Mana shu qattiq rejimda. Bundan bir 10 yillarcha avval men bir xorijiy film tomosha qilgan edim. Ana shu filmda shunday voqea bo'lib o'tadi. Demak, film qahramoni ehtiyotsizlik natijasida bir kishining o'limiga sabab bo'ladi va sud paytida ana shu halok bo'lgan kishining oilasi, ya'ni xotini kelib sudyaga aytadiki, "Mana erim o'lib ketdi, men boquvchisiz qoldim, 2 ta bolam bor. Shunda qishloqda yerim bor. Ya'ni bu yerimni endi kim ishlab beradi menga? Buni qamab yuborsanglar menga buni nima foydasi bor?" degan gaplarni aytgandan keyin sudya shunday hukm chiqaradiki, ana shu ehtiyotsizlik natijasida jinoyat sodir qilgan kishini ana shu ayolning xonadonida har kuni ertalabdan kechgacha ana shu xo'jalik ishlarini yuritishi shart deb ma'lum bir muddatga shunday bir hukm chiqarib beradi. Endi albatta buni bir misol sifatida keltirdim. Kinoda har narsa bo'lishi mumkin, biroq bu yerda sudya tomonidan chiqarilgan fikrning o'zida bir mantiq borligi ko'rinmayaptimi? Buni men bitta qator plenum qaroridan o'qib beraman. Mana shu 14-may 99-yildagi shunda savolingizga to'liq javob olasiz deb o'ylayman. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarni fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlariga, davlat va jamoat manfaatlariga zarar yetkazgan boshqa jinoyatlar to'g'risida ishlarni ko'rishda sudlar aybdor shaxslarga yoki ularning vakillariga moddiy zararni ixtiyoriy ravishda qoplashni jazoni yengillashtiruvchi alohida holat deb hisoblanib, ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanmasligi asos bo'lishini tushuntirilsin deb ketgan. Mana bu boyagi sizning aytgan misolingizga javob deb o'ylayman. Endi ba'zi bir moddalarni mana
olimlarimiz o'tiribdi, ba'zi moddalarga haqiqatan o'zgartirish kirish kerak. Ayniqsa mana iqtisodiyot masalasi bo'yicha. U yerda qarama-qarshilik ko'p, tushunmovchilik ham ko'p. Masalan, bunaqa amaliyotimiz ham yo'q. Endi hozir shakllandi. Hozir o'rganildi, hozir shu fikrlar bor. Boshlang'ich paytda haqiqatan xatoga yo'l qo'yishimizga vaziyat ham bor edi shunga o'xshash. Agar tergov olib borgan shaxslarni ham javobgarligini sal qattiqroq qo'yadigan bo'lsak, balkim shu toifadagi jinoyatlar shu darajada ko'payib ketmaydi. Sababi jinoyat sodir etganmi, etmaganmi, deylik, o'sha jinoyatini deylik, katta jinoiy ish sifatida katta delo qilib sudga oshirish darajasida sodir etilmagan jinoyatlar ham bor. Lekin shular ham katta bitta delo bo'lib sud stoliga kelib tushadi. Mana shu holatlarda, juda ko'p holatlarda sud jarayonida o'sha sud protsessi jarayonida aniqlanadiki, o'sha sodir etildi deb yozilgan jinoyatlari yarmidan ko'pi deyarli sodir etilmagan yoki falsifikatsiya qilingan. O'sha tergov surishtiruv ishlarini olib borganlarning o'zi tomonidan falsifikatsiya qilingan holatlari ham uchraydi. Bularga nisbatan lekin negadir jazo choralari haqida hali qonunimizda ko'rsatib o'tilgan. Lekin shunga qaramasdan amalda bu jazo choralarining qo'llanishi juda kam bo'lyapti. Endi jinoyatlar nafaqat erkaklar tarafidan, balki ayollar, afsuski xotin-qizlar tarafidan ham sodir etiladi. Biz kuni kecha ayollar koloniyasida bo'lib qaytganmiz. Yoshingiz nechida? 16 da. Jinoyat kodeksining qaysi moddasi bilan hukm qilingansiz? 169 3-shahsi bilan. Nimani o'g'irlagansiz? Xolamning uyidan beso'roq narsalarni olib chiqib berganman. Necha ming so'mga baholangan bu narsalar? Meni 30 minglik. Demak, mana shu sizga shu qilgan jinoyatingiz uchun necha yil berishdi? 5 yil berishdi. Qaysi birini tanlagan bo'ladingiz? Ozodlikdan mahrum qilishdimi yoki jarima to'lashmi? Jarima to'lashdi. Shundan mana shu yoqqa tushib shuncha onamdan ajralib mana shu yerlarga keldim. Onamni ko'rishga zarur bo'lib, ikkinchi hech qanday yo'lga yurmasdim. Bundan keyin hech qachon hamma bosayotgan qadamni o'ylab bossin. Dugonalarimga shu tilagim shuki, hech kim hayotda adashmasin, bu yerlarda qilib dushmanimga birovni ko'rmayman. O'li yoshingiz nechida? 17. Qanaqa jinoyat bilan o'tiribsiz hozir? Statyam 169 3-qism, 25 166 3-qism. Srogim 5,5 yil. Demak, o'g'irlik va talonchilik qilgansiz. Jinoyatimni men bilmay qilganman. Qamalishni o'ylamaganman. Demak, siz shu narsani qilsam, menga hech qanaqa jazo berilmaydi, jazosi qolaman deb o'ylagansiz. Ha. Masalan, biz mana ota-onamdan qo'lidagi chi yo'q, uncha pullari yo'q to'laytirgan. Undan qadam o'sha yerda o'tirib, keyin oldiga borarman. Kechirim so'rab ota-onamdan. 276-modda bu giyohvandlik vositalarini iste'mol qilganligi uchun, Желательно постараюсь держаться ближе к семье, так как тюрьма она на пользу не идет. Ребенок остается, считай, без матери, без воспитания. Сама здесь трудовой колонии отбывая срок тяжело, все равно для женщины. Женщина еще сильнее портится здесь, я так считаю. Озлобленная становится. Уже на мир другим взглядом смотрит. Masalan, shu ota-onasini qaramog'ida bo'lsa, mahalla kapillik bersa, men kelib bizga bering shu bolani tarbiyalash imkoniyatimiz bor desa, sud o'shani e'tiborga olib, shartli jazo tayinlash imkoniyati bor. Lekin shartli jazo tayinlaganda uning tarbiyasini albatta birorta organga, ota-onaga yuklash shart. 95-yilda xususiy firma ochgan edim. Xususiy firmaning vazifasi ustavi bo'yicha Surxondaryo viloyatidan meva sabzavotlarni shirin, mevasi juda shirin yeyishgan narsalar. Meva sabzavotlarni Toshkent shahriga, bog'cha, больницаlarga, kasalxonalarga yetkazib berish maqsad qilib olgan edim. Ayol bo'lsam, o'sha narsani o'zim ko'p uddasidan chiqdim. 4 ta 5 ta mashinalab bir-biriga ilashtirib Toshkent shahriga olib kelardim. Bu yerdan u yoqqa qishloq xo'jaligida qurilish materiallari va hokazo narsalar kerak. O'shani yetkazib berardim. Ya'ni o'zaro muloqotga yordam teggan. Mana shu ish jarayonida rasmiy shartnomalar bilan ishlangan hammasi. Ish jarayonida ba'zi bir shartnomalar
o'sha ba'zi bir ikkinchi firmaning aybi bilan yoki bir-birimizdan o'tgan o'zaro tushunmovchilik natijasida vaqtidan sal o'tib ketgan holat uchradi. Mana shu holat yuzasidan menga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ashdi. Va GUDda bu ish ko'rilib chiqib, avvalo bitta ariza bo'yicha ko'rib chiqildi. Ana shu ko'rib chiqilgan ariza bo'yicha men o'zim isbotlab oqlay oldim 10 kun jarayonida. Lekin 10 kun ichida meni qo'yib yuborgisi kelmadi o'sha tergovchi Abdug'ofar aka. Hurmatli akamiz ko'rayotgan bo'lsalar, lekin baribir gunohi yo'q u kishiga qo'yib yuborgisi kelmadilar. Meni mashinaga o'tkazib, shahar bo'yicha aylantirdilar. Izladilar, qayerda qarzing bor aytasan. Aytdim, qo'rqdim chunki. Aytdim, o'shalarni yetaklab olib kelib, 11-kuni bir kun qolgan uxlab. Uni yog'ini meni ushlab turishga haqqi qo'yib yuborish kerak. 11-kunida ulardan shikoyat olib, o'sha kuni Muhammadov Baxtiyor aka sanksiya berdilar. Bir kun ariza olindi, bir kuni sanksiya berildi. Men 1 yil 5 oy bo'ladi. 97-yili apreldan 98-yil avgustgacha Toshkentda qolib ketdim. Qattiq kurashdim. Shunaqa yozdimki, isbotlashga ilojim yo'q. Ichkaridaman, dalil keltira olmayman. GUDga qo'shimcha tergovga jo'natdim Mirzo Ulug'bek sudi. GUDda tergovda menga tayyorlik boshlanib qo'rqitishdi. Endi ko'rasan. Doim vaqti bilan endi tergovga kelmang, boshqa joyga prokuraturaga beringlar. Akalar, iltimos shahar prokuraturasiga beringlar. O'tga olishdi ishni. O'tdan Sobirahim tuman prokuraturasiga berishdi. Prokuratura yana sudga oshirdi. Sud ko'rib chiqib, mamlakatda o'g'illar va har holda erkak ayol ekanning rahmat chiqarib oldilar. Lekin baribir majbur bo'ldi. Unchagina aybini qoldirib chiqardilar, bosim bo'lmadilar. Mana shu holat. Fuqarolarimiz o'z huquqlarini yaxshi bilmaydilar. Mana o'sha siz masalan hech qanaqa ko'rsatib berilman, menga himoyachini ta'minlaganingizdan keyin gaplashaman deb turishingiz mumkin edi. Sizni mana ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olishib, hibsga ushlashgan ekan. Siz endi faqat yuqori prokurorga murojaat qilishingiz mumkin. Yuqori prokuror ko'rib chiqadi, boshqa imkoniyatingiz yo'q. Ulug'bek aka bu kishini ma'lum bir garov to'lab uyga chiqib ketish imkoni yo'q. Garov bo'yicha chiqishi mumkin. Mana endi aytishimiz mumkinki, ijtimoiy xavfi unchalik katta bo'lmagan yoki ehtiyotsizlik natijasida shu biror bir kishini jarohat olishiga, hatto o'limiga sabab bo'lgan jinoyatlar ham bor. Masalan, avtotransport vositasida bir haydovchi, aytaylik, bir professor kishi mashinada ketayotib bir yo'lovchini urib yuborsa va ana shu odam hayotdan ko'z yumsa, demak buning uchun ham kamida bir 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish mumkin. Buni endi kimga foydasi bor? Ana shu professor ozodlikdan mahrum qilinib, shu 5 yil qamoqda o'tirsa, buni o'sha halok bo'lgan odamni o'ziga foydasi bormi? Uni oilasiga foydasi bormi? Yoki buni davlatga foydasi bormi? Bu masalalarni qanday hal qilish kerak endi? Misol keltirdingiz, juda to'g'ri. Mana ming afsus, ko'p odamlar shofyor bizda hozir mashina haydashadi. Bo'ldi shunaqa holat. Odam uyildi. Uni yerda uyda bolasi qolyapti. Voyaga yetmagan. Onasi bo'lishi mumkin, kampir onasi. Biz buni olib borib qamayapmiz. Agar biz o'sha shaxsni qamab turib yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosini qo'llab turib, u qayta chiqqandan keyin yana bir marta jinoyat sodir qilar ekan, bu bizning mag'lubiyatimiz. Ozodlikdan mahrum etish jazosini o'rniga jarimani qo'llash bu mening fikrim, shaxsiy fikrim bo'lgani uchun maqsadga to'la muvofiq deb o'ylayman. Lekin ayrim turdagi jinoyatlar uchun jarima jazosini qo'llab bo'lmaydi. Huquqiy ongi madaniyatiga yetishmaydi. Yo'q, lekin bu yerda nafaqat ongi oddiy fuqarolarimizni huquqiy ongi madaniyati past. Xafa bo'lishmasin, lekin huquqni muhofaza qiluvchi organlarimiz xodimlarini ham saviyasi yetarli darajada deb aytolmayman. Chunki o'sha haligi tergovchi ham sud ham fuqarolarga eng avvalo huquqini tushuntirsin. Masalan, o'sha qatga murojaat qilish, hatto o'shani ham tushuntirishmaydi va yaxshilab fuqarolar o'shalardan ololmaydi kerakli ma'lumot, dovdirab qolishadi, idora sarson bo'lib yurishadi. Yana bu ham yetmaganda ular haligi o'zini vakolatlaridan suiiste'mol qilib foydalanishyapti. Masalan, o'sha huquqni muhofaza qiluvchi idoralardagi shaxslar natijada odamlarning ularga nisbatan ishonchi susayib ketyapti. Bularni endi hozir Gulchehra ham aytganlardi, haqiqatda bularga nisbatan nima deydi? Mas'uliyat, javobgarlikni ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Shu institut shakllanadi. Men shu ko'rsatilgan lavhalarda o'rtasida men ham bo'lganman. O'sha 1996-yilda men shu 169-statyaning 3-bandi bilan sudlanganman. Tergovchilarda nima desam, xatti-harakati bilan 6 yilga Mirobod tuman sudi bilan sudning anaqasi qarori bilan ozodlikdan mahrum qilinganman. Men isbotlay olmadim, sudda ham gapirganman, chunki mana o'rta sudya o'ylab ko'ringlar, yoshmiz hali, endi 20 ga to'lganmiz. Mana
5 yildan 8 yilgacha ekan, lekin shu narsaga sal nima qilsa bo'ladi-ku. Ijtimoiy foydali bilan shug'ullanib turganmiz. Mahalla komiteti qo'llab-quvvatlagan, himoya qilgan. Mahalla komitetlari hammasi so'ragan. 2 yil 8 oy o'tab chiqqanman jazoni. Menimcha bunda har bitta jinoyatchi ham jarima bilan qutulib ketishi xohlaydi. Buni o'zini mulkiy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda jarimani qo'llash kerak, uni iloji bo'lsa aholi tuzatishlarni qo'llash kerak. O'sha shaxs albatta jarimani tanlagan bo'ladi, chunki ozodlikka nima etsin? Barcha holatlarda baribir jinoyat sodir etgan shaxs faqat jarimani tanlaydi, chunki faqat jarima uni keyingi ozodlikda yashash uchun imkon yarata oladi. Agar hattoki jarima to'lashga sharoiti bo'lmagan taqdirda ham to'g'ri bo'lgan bo'lardi, uni ishga yo'lantirib yuborib, vaqt o'tishi bilan undan pul undirib olish juda yaxshi to'g'ri holat bo'lgan bo'lardi. Birinchidan u mehnatga kirib ketadi. Maqsad o'sha shaxsga jinoyat qilishini oldini olishga xizmat qilsa bo'ldi. U jazo adolatli bo'lishi kerak, eng kerakligi. Jarima ko'p jihatdan hamma uchun ma'qul keladigan usul bu. Ham davlatga foyda, ham shaxsga foyda. U ozodlikdan mahrum etilgandan ko'ra ko'proq jarimani to'lab ozodlikda qolgani yaxshi. Ozodlikka nima etsin? Haqiqatdan aytgan do'stimiz. Ana bu o'rtog'imiz ham hozir aytayapti, o'sha 69-moddaning 3-qismi bilan ketganman dedi. Haqiqatdan ham 3-qismi og'ir. O'sha ozodlikdan mahrum qilish belgilab qo'yilgan. Shunga biron bir alternativ yana bir ikkita jazo qo'llash kerak deb o'ylayman. O'sha 3-qismga kiritish kerak. O'sha shaxs o'tda tarbiyalanib chiqdi degan bilan ham bu erkin hayotga ko'nikishi juda ham qiyin bo'lib qoladi. Biz unda avtoritet degan narsa borki, o'sha shaxs sudlangandan keyin biz hammamiz xohlamaymiz o'sha shaxs endi masalan bu kishi hali o'ylagan masalan o'ylashlari kerak. O'sha avtoritet masalan endi qanaqadir ma'noda yomon tamg'a bosildi. Oqibatini o'ylash kerak. O'sha sudya jazo tayinlayotganda yurist kishilarni chaqirib buni tashkil qilgan mana shu yoshlar telekanaliga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Chunki bu ko'rsatuv mana shu biz chekka hududda yashaymiz, chekka qishloqda yashaymiz. Bu ko'rsatuvda hozir ko'rgandan keyin odamlarda juda ham katta hurmat paydo bo'ladi. Vaqti keldi-ku, mana ochiq zamon keldi-ku, har kimning o'zining yuragidagi gapni aytadigan vaqt keldi-ku deb juda xursand bo'ladi. Bundan albatta eng birinchi mana shu yoshlar telekanalining huquq va bir ko'rsatuviga katta rahmatlar aytamiz albatta. Iloji bo'lsa biz mana shu jarima jazoni ko'proq qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Mana shu kerakli o'zgartirishlar taklif qilish kerakmi? Hozirda men bitta taklif kiritmoqchi edim. Iloji bo'lsa mana shu imkoniyatim bo'lsa mana shu qonunda ishlayotgan vaqtida harakat qilaman. Mana shu hozir jarimani biz sud oladi. Davlatga ketadi hamma jarima. Lekin jabrlanuvchiga nima keladi? Mana masalan mulkini o'g'irlab ketishdi unda. Haligi jinoyatchini jarimaga tortdik. Bu jarima qayerga ketadi? Davlat byudjetiga ketyapti. Lekin jabrlanuvchiga nima bo'ladi? Masalan jarima 100 ming bo'lsin, shu 100 ming bir qismi davlatga ketish kerak. 2-3 ton qismi haligi jabrlanuvchiga berishimiz kerak. Mana shunda haqiqat bo'ladi. Mana shunaqa qonun haligi jabrlanuvchining manfaatini bo'ladigan qonun bo'ladi. Biz shunaqa qonunga erishimiz kerak deb o'ylayman. Sudlarimiz o'sha o'ta og'ir bo'lmagan jinoyatlarga nisbatan yengilroq jazo turlarini qo'llashlariga qulay bo'lishi uchun menimcha o'sha qonunchiligimizdan ayblov xulosasi degan narsani chiqarib tashlashimiz kerak. Bu shpargalka. Prokurorga ham shpargalka, sudyaga ham. Ya'ni tergovchi hamma fikrini, hamma ayblov fikrini o'shanga jamlab, shu haqiqatan shu jinoyatni sodir etgan deb yozib beradi. Agar shu ayblov xulosasi bo'lmasa, faqat shu jinoyat ishi bo'yicha to'plangan material o'zigina kelsa sudga, sudyani obyektiv o'shanga nisbatan fikr berishi qulayroq bo'ladi. Prokurorning advokati o'rtasida bo'ladigan kelishuv degan narsa bor. Dunyo tajribasida ba'zida jinoiy ish qo'zg'atish kerakmi shunga nisbatan yo'qmi? Prokuror o'sha jinoyatchini qilgan jinoyat sodir etilgan deb gumon qilinayotgan shaxsi jinoyatini ochishga harakat qiladi. Advokat o'shani jamiyat uchun uncha xavfli bo'lmagan tomonini ko'rsatib, prokuror bilan advokatni o'zaro kelishuvi asosida shunga jinoyat ishini qo'zg'amaslik haqida kelishuv bo'ladi. Mana shuni ham balkim o'sha qonunchiligimizda deylik qanaqadir kiritish haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Qonunlar qotib qolgan dogma emas. Zamon talablaridan kelib chiqqan holda ularga ham o'zgartirishlar kerak bo'lsa kiritib turiladi. Endi mustaqil demokratik mamlakatning fuqarosi sifatida
Siz ham bu boradagi takliflaringizni bildirish huquqiga ega ekanligingizni unutmang. Kerak bo'lsa bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Yoshlar telekanaliga telefon qilib yoki yozma ravishda yaxshiroq bo'ladi bildirishingiz mumkin. Men esa ko'rsatuvimizda qatnashgan barcha kishilarga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda shuni eslatib o'tmoqchimanki, huquqiy bilimlari yetarli bo'lgan kishilar har doim va har yerda o'z haq-huquqlarini himoya qila olishadi. Huquq va burchlaringizni o'rganib, takomillashtirib boray desangiz, ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling. Demak, bular sudga murojaat qilishligi mumkin. Ikkala holda ham. Lekin yana bir narsani ta'kidlamoqchi edimki, hozirgi kunda nikoh shartnomasi degan yangi bir amaliyot paydo bo'ldiki, o'sha yangi oila kodeksiga binoan nikoh shartnomasini tuzish mumkin. Eng asosiy mana shu ahamiyat berishimiz lozim bo'lgan narsa, yana bir narsa bu o'zimizning huquqiy bilimimizni oshirishimiz. Ayollarga nisbatan huquqiy bilimni bermasdan turib ularni turmushga berish men jinoyat deb hisoblayman buni. Chunki eng katta jinoyatni bunda ota-onalar amalga oshiryapti. O'zini bolasini turmushga tayyor qilmasdan turib, qizlari yosh holatda 15, 16, 17 yashar qizlarni turmushga berib yuboramiz. Ko'p holatlarda ularni propiskaga qo'yishmaydi, qaynona-qaynotasinikida. Mana shunaqa masalalar ham juda ham ko'p bilasiz o'zingiz. Nimaga propiskaga qo'yilmaydi? Chunki o'sha uylangan yigit va uni ota-onasi ham hali ko'ngli xotirjam emas. Bular yashab ketadimi, yo'qmi? Agar bunaqa shubhalar to'y bo'lmasdan oldin paydo bo'ladigan bo'lsa, unda turmush qurish o'zini hojati yo'q. Agar shu yoshlarimizga imkoniyat bersak, bir 25-30 yoshgacha o'zlari bilib, ko'rib, sinab, ish qilib, delik pul topib, mablag' topib, ozgina ter to'kib, uy-joy solib, mana shunaqa ishlarni amalga oshirib, keyin uy-joy, oila quradigan bo'lsa, menimcha mana shunaqa ajrashishlar, nikohdan o'tib, bittasi bilan, ikkinchisi bilan zagsdan o'tib yashashlar va har joyda turli bolalar yig'lab qolishi, yetim yesir qolishi kamroq bo'ladi men nazarimda. Namangan viloyati Chortoq tumanidan Lolaxon Raimova yo'llagan maktub mazmuni mana shunday. Lola opaning militsiya xodimi bo'lgan o'g'li Avazbekka nisbatan jinsiy tajovuz aybi qo'yilgan. Natijada Avazbek o'z joniga qasd qilishga harakat qiladi va og'ir ahvolda kasalxonaning reanimatsiya bo'limiga yotqiziladi. Lola Raimovaning yozishicha, o'g'lining ko'zi ko'r bo'lib, chalajon bo'lib qolgan. Shunday ahvolda uning ishi sud majlisida ko'rilib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida sud hukmi chiqqan. Endi Lola opa hukmdan norozi. U kishiga qanday maslahat berish mumkin, domla? Yuqoridagi xatda mazmunlar shuni tushunishda bo'ladiki, bu yerda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasini 4-qismi qo'yilgan, chunki bu yerda o'sha aynan Lolaxon opani o'g'illari voyaga yetmagan qiz bolani nomusiga tegishga suiqasd qilgan. Xatni mazmunidan ham shunaqa tushundikki, shuning uchun bu yerda sud 16 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Endi 16 yilga ozodlikdan mahrum qilinganligi ustidan shikoyatni bu yerda qonunga asosan yuqori sud organiga shikoyat arizasini yozish kerak, nazorat tartibida bu ishni ko'rib chiqiladi. Qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bu yuqori sud hal qiladi. Birinchidan, ikkinchidan ushbu xatni mazmunidan biz shunaqa tushundikki, bu yerda bu ishda bevosita advokat qatnashgan. Bu advokat o'sha deylik mahkum yoki sudlanuvchini yoki deylik ayblanuvchining huquqlarini batafsil tushuntirgan bo'lish kerak o'sha paytda. Shuning uchun bu yerda faqatgina yuqori sud organiga murojaat qilishlari kerak. Xatda shunaqa ko'rsatilganki, o'sha ayblanuvchi kasalxonaga tushganligi haqida fikr yuritilyapti va kasalxonadan majburiy ravishda sudga olib borganlik haqida fikr yuritilyapti. Albatta, agar deylik o'sha sud shunday ish holati bo'yicha shaxsni so'roq qilish, sud protsessiga chaqirish imkoniyati mavjud degan holatdagina olib ketishi yoki sudga chaqirishi mumkin. Boshqa holatlarda agar deylik albatta bu yerda tegishli tibbiyot xodimlarining xulosasiga muvofiq. Agar tibbiyot xodimlari shunaqa xulosa bergan ekan, buni to'g'ri deb topamiz albatta. Demak, bu yerda Lola Raimova shu demak kasalxona ma'muriyati tomonidan berilgan shu ma'lumotnomadan norozi bo'lsa, buni ham tegishli tartibda sudga shikoyat qilish mumkin. Albatta, albatta.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi muxlisimiz Dildora Oxunova avvalgi ko'rsatuvlarimizda ko'tarilgan jarima mavzusini uncha yaxshi tushunmaganga o'xshaydilar. Bu kishining turmush o'rtog'i diniy ekstremistik guruh a'zosi sifatida ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan ekan. Dildora Oxunova endi 3 nafar farzandi borligini yozib, turmush o'rtog'iga nisbatan jarima jazosini qo'llasa bo'lmasmidi deb so'rabdilar. Dildora Oxunova avvalambor bizdan xafa bo'lmasinlar, men uzr so'rab aytaman. Lekin bitta narsani eslab qo'ymoqchiman sizlarga, hammalarga 16-fevral voqealarini. Mana oqibati shu. Albatta bu shaxs sodir qilgan jinoyat bizi qonunimizga nisbatan o'ta og'ir jinoyatlar deb hisoblanadi. Ma'lum fikrim bo'yicha sud juda to'g'ri jazoni qo'llab-quvvatlagan. Biz o'tgan safar mana shu mavzuni ko'targanimizda ozodlikdan mahrum qilish jazoni jarimaga almashtirish masalasini ko'targanimizda biz bitta narsani nazarda tutgan edik. O'shanda bizni jamiyatimizga xavfli bo'lmagan yengil jinoyatlar bo'lsa yoki ixtisoslikdan sodir qilingan jinoyatlar bo'lsa yoki xo'jalik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar bo'lsa, iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar bo'lsa, faqat o'shalarga nisbatan biz ozodlikdan mahrum qilish jazoni shtrafga almashtirish masalasini ko'rgan edik. Lekin bu jazo, bu jinoyat esa bu juda o'ta og'ir jinoyat. Buning uchun qonunimizda 25 yilgacha jazo belgilangan. Men fikrim bo'yicha bu masala albatta hal bo'lmaydi. Demak, domla, mana shu sizning javobingiz Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi Odinaxon Yo'ldoshovaning maktubiga ham javob bo'ladi deb o'ylaymiz. Buxoro viloyati Shofirkon tumani Oxunboboyev shirkat xo'jaligida istiqomat qiluvchi Husan Hakimov ozodlikdan mahrum qilish o'rniga jarima qo'llash ma'qul bo'lish haqida fikr yuritib, shunday yozadilar. Birinchi marta jinoyat sodir qilgan kishiga jarima tayinlansa, agar ikkinchi marta jinoyat qilsa, jarima miqdori ko'paytirilsa, o'sha kishi uchinchi marta jinoyat yo'liga kirmasa kerak deb o'ylayman. Chunki ham keltirilgan moddiy zararni to'laydi, ham jarimani. O'zining sharoiti ko'tarmasa, qarindoshlardan qarz oladi. Qarindoshlari esa shu ishni qilmasang, mana shunday kunlar boshingga tushmasdi deb nasihat qilishadi. Uni yaxshi yo'lga boshlab o'z nazoratiga olishadi. Bundan davlat har tomonlama manfaatdor bo'ladi. Qamalib chiqqan kishi ish yoqmas bo'lib qoladi. Oilasi ma'naviy zarar ko'radi. Bolalarning tarbiyasiga ta'sir qiladi degan mulohazalarni bildirganlar. Namangan viloyati Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida yashovchi Ilhom Xoliqshayev ham yuqoridagi mazmunda fikr bildirgan. Jinoyat qonunchiligiga surgun qilish moddasini kiritish kerak deb taklif berganlar. Navbatdagi maktubimiz Samarqand shahridan kelgan. Uni kimyogarlar shaharchasida yashovchi Nasiba To'ychiyeva yo'llatdilar. U kishining yozishlaricha 1993-yilning oktyabr oyida Samarqand qishloq xo'jalik institutining buxgalteriya hisobi, moliya va audit kafedrasiga assistent bo'lib ishga o'tkazilgan ekanlar. 95-yilning iyulida esa kafedra mudirining taklifi va kafedraning tavsiyasiga asosan aspiranturaga qabul qilingan ekanlar. Endi mana bir necha yil o'tgandan keyin aspiranturani tamomlatdilar Nasibaxon. Aspiranturani tamomlagandan keyin yana o'zlarining eski ish joylariga qaytib kelib ishga joylashmoqchi bo'lganlarida ana shu ularni ishga qayta tiklashga rad javobini olganlar va bizdan buning qanchalik qonuniy ekanligi haqida fikr so'raganlar. Mana shu sharoitda Nasibaxonga nimani maslahat berish mumkin? Nasibaxonga qanday maslahat berish mumkin? Nasibaxon oliy o'quv yurti huzuridagi aspiranturada ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olganliklari munosabatidan ularni o'qish davrlarini mehnat munosabati deb baholash qiyin. Ya'ni mehnat munosabati emas. Shuning uchun ular aspiranturani kunduzgi bo'limini tamomlaganlaridan keyin ularni oliy o'quv yurti ish bilan ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi. Lekin bu yerda bitta narsani e'tibor qaratmoqchiman. Agar Nasibaxon qanaqadir korxona yoki tashkilot tomonidan maqsadli ravishda ilmiy xodimlar tayyorlash maqsadida jo'natilgan bo'lganlarida edi, u holda aspiranturani tamomlaganlaridan keyin ular o'sha tegishli korxona tashkilot tomonidan ish bilan ta'minlanishlari lozim edi. Ish joyi saqlanib qolardi unda. Demak, oliy o'quv yurti ularni o'zini imkoniyati bo'lsa ish bilan ta'minlash mumkin, imkoniyat bo'lmasa bu masala qiyin. Lekin bitta narsaga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Nasibaxon o'z maktublarida yozibdilarki, 95-yildan keyin turmushga chiqqanlar, farzandli bo'lganlar va shu yerda agar hozirgi kunda ularning farzandlari hali 3 yoshga to'lmagan bo'lsa, u holda o'quv yurti baribir
u kishi aspiranturani kunduzgi bo'limida o'qigan bo'lishlariga qaramasdan ularni ishga joylashtirishga ko'maklashishga majbur. Imkoni bo'lsa mana shu oliy o'quv yurtining o'zida ularni ish bilan ta'minlash choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Rahmat. Mana bu maktubni esa Buxoro viloyati Zarafshon jamoat xo'jaligining Sarg'un qishlog'idan Toyir va Muhtaramxon yo'llatdilar. U kishining turmush o'rtog'i 1988-yildan boshlab Qo'qon shahridagi un kombinatida qorovul vazifasida ishlab kelganlar. 95-yilda kombinat ikkiga bo'linadi va 1999-yilning 1-yanvaridan boshlab Toyir va Muhtaramxonning turmush o'rtoqlari ana shu kombinatda ombor mudiri bo'lib ishga o'tadilar. Ya'ni yem ombor mudiri vazifasiga o'tadilar. 99-yilning 18-iyunida esa shu korxonaning maxsus buyrug'iga asoslanib omuxta yem mahsulotlari reviziya qilinadi va 23 tonna kamomad chiqadi. Omuxta yem kam chiqadi. Natijada jinoiy ish qo'zg'atilib, Muhtaramxonning turmush o'rtog'i 9 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. Endi bularning ikkita farzandlari bor ekan. Mana shu holatda mening turmush o'rtog'imga jarima jazosi qo'llash mumkinmi deb savol berganlar. Albatta, har bitta inson yangi ishga o'tganda haligi biz aytganimizdek priyom sdача degan narsa bo'ladi vaqtincha. Qabul qilish kerak. Bu shaxs o'ziga ishga joylashgandan keyin, hamma hujjatlarga imzo chekkandan keyin albatta bu mulk uchun javobgar hisoblanadi. Ana o'shandan keyin bu talon-taroj qilingan bo'lsa yoki rastrata qilingan bo'lsa yoki o'zlashtirish qilingan bo'lsa, bu mulk uchun mana shu shaxs javob berish shart. Shu iqtisodiyotga qarshi qaratilgan jinoyatlarni imkon darajasida ozodlikdan mahrum qilmasdan shu jarima bilan almashtirilsa degan taklifni kiritgan edi. Bu keltirilgan zararni to'lagan, keltirilgan zararni to'lasa albatta. Bir tomonni masalan deylik, keltirilgan zararni qancha miqdorda to'lashni endi qabul qilgan qonun tomonidan, qonunshunos tomonidan belgilanadi. Endi shuni biz taklif kiritganmiz o'tgan safar. Albatta bu qonun hali o'zgargani yo'q. Shuning uchun imkoniyat darajasida ham aytmoqchimiz, hozirgi holati bo'yicha buni o'zgartirib bo'lmaydi. Yuqoridagi misol biz o'ylaymiz To'raqul va Masturaxonga ham juda lo'nda javob bo'ldi deb o'ylaymiz. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi Hayitgul Qoraqulova mana bunday mazmunda xat yo'llaganlar. Ularning turmush o'rtog'i 1996-yildan boshlab 1-guruh nogironi hisoblanar ekanlar. Ularning 4 nafar 16 yoshga to'lmagan farzandlari bor ekan. Endi Hayitgul istiqomat qilayotgan mahalla qo'mitasining raisi Abdurahmonov Shoymardan bu bolalari uchun bir martagina shu 6 oylik bolalar nafaqasi bergan ekan. Bundan keyin bu Qoraqulov va Hayitgul barcha hujjatlarini topshirganligiga qaramasdan shu bolalar nafaqasi boshqa berilmayapti ekan va nima uchun berilmayapti? Buning asosi nimada berilmasligining degan bir savol bilan murojaat qilganlar. Demak, mahalla komiteti shu ish bilan shug'ullanish kerak. Mana shu nafaqalarni tayinlash masalalari bilan shug'ullanuvchi mahalla komitetlari qoshida maxsus komissiyalar tashkil etilgan va o'sha komissiyalar tomonidan nafaqaga talabgor bo'layotgan oilalarning arizalari ko'rib chiqiladi va o'sha arizalarga ilova qilingan hujjatlar ko'rib chiqiladi. Shu asosda demak o'sha komissiya a'zolari tomonidan nafaqa so'rab murojaat qilayotgan oilaning moddiy ahvoli, kerak bo'lsa oilasiga borib o'rganish asosida oilani moddiy yordamga haqiqatda muhtoj yoki muhtoj emasligi masalasi aniqlanadi va agar muhtoj deb topilsagina nafaqa tayinlash masalasi ijobiy hal qilinishi mumkin. Bu yerda asosiy mezon qilib olingan, demak o'sha oilani oladigan daromadlarini eng kam miqdori, eng kam oylik ish haqini 1 baravardan 1,5 baravargacha bo'lish kerak. Ya'ni 1,5 baravardan kam miqdordagi daromad oladigan oilalargagina mana shu turdagi nafaqalar tayinlanishi mumkin. Fuqarolar ana shu hay'at tomonidan o'tkazilgan tekshiruv natijalaridan norozi bo'lsa va nafaqa olishlari kerak deb hisoblasalar, ular o'z huquqlarini qanday himoya qilishlari mumkin? Demak, bu huquqlarning himoya qilinishini sud orqali amalga oshirishlari mumkin. Kerak bo'lsa o'sha mahalliy hokimiyat organlariga, tuman, shahar hokimliklariga murojaat qilish orqali ham o'z huquqlarini himoya qilishlari mumkin. Eng muhimi biz o'z huquqlarimizni himoya qilishni bilishimiz kerak. Fuqarolarimiz har qanaqa ishni, har qanaqa amalga oshirmoqchi
harakatini albatta advokat bilan maslahat qilibgina amalga oshirishlari lozim. Agarki bu fuqarolar imkoni bo'lsa, oilaviy advokat olishlari ham mumkin. Bugungi kunda qonunlarimiz mana shu holatga ham ruxsat beradi. Demak, shartnoma tuziladi advokat bilan o'sha oila o'rtasida. Shunga asosan o'sha advokat shu oilani har bitta shaxsini huquqlarini himoya qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi va istalgan vaqtda biron joyda sizni noqonuniy kimdir to'xtatsa, boshqa qilsa, biron ishni sodir qilganda gumon qilib to'xtatadigan bo'lsa ham, siz darhol aytishingiz mumkin, advokatimni chaqiring. Biz bugungi ko'rsatuvimizda muxlislarimizning ayrim savollariga javob berdik. Shuni ta'kidlash joizki, har bir fuqaro o'z huquqlarini himoya qilish uchun qaysi organlarga murojaat qilishi zarurligini bilib olsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bunday murojaatlar ikki nusxadagi yozma ariza bilan amalga oshirilishi kerak. Arizani qabul qilib olgan organning mas'ul xodimi arizangiz ro'yxatga olinganligi haqida belgi qo'yadi va qabul qilib olganligi haqidagi imzo qo'yilgan ariza nusxasini sizga qaytarib beradi. Agar arizangiz vaqtida ko'rib chiqilmasa, qo'lingizdagi ariza nusxasi sizga asqatadi. Arizangiz bo'yicha kechi bilan 1 oy muddat ichida javob berishlari shart. Agar arizangizni qabul qilib olishni rad qilishsa, ana shu organning boshlig'iga yoki yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqingizdan foydalanishingiz mumkin. Kezi kelganda shuni ta'kidlamoqchimanki, Toshkent davlat yuridik instituti qoshida huquqiy maslahatxona tashkil etilgan bo'lib, u yerda bepul huquqiy maslahat olishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizga yakun yasab shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, huquqiy bilimlari yetarli bo'lgan kishilar har doim va har yerda o'z haq-huquqlarini himoya qila olishadi. Huquq va burchlaringizni o'rganib, takomillashtirib bormoqchi bo'lsangiz, ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.